Qo'qon shaharida eng zo'r lokatsiyalardan birida turibmiz. Charxiy savdo markazini shunday yonginasida 105 kvadratli mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Ikkinchi etajda joylashgan, barcha jihoz betovoy, hamma yoq bilan birgalikda. Xonadonimizga kirish asosiy eshigi bo'ladi. Asosiy eshigidan kirib kelganimizda ro'parada bo'lsa zal joylashgan, ko'ryapsizlar, juda ham keng va katta holatda pardalar ilingan, stul qo'yilgan, divanlargacha qo'yib qo'yishibdi chiroyli qilib. Uyimizda parket pollargacha bo'lgan televizor, konditsioner hamma yoq bilan birgalikda sotilyapti. Buni yonginasida bo'lsa kattalar yotoqxonasi joylashgan, shpaner, divan, chiroyli aboylar hamma yoq qo'yilgan. Aytdan chiqib kelganimizdan keyin ro'parasida bo'lsa 3-yotoqxonamiz, bolalar xonasi bu yerda bekitib qo'yishibdi. Kelgan xaridorga ochib o'zimiz ko'rsata olamiz deyaptilar. Uni yonginasida bo'lsa shunaqangi natwijnoy eshiklar qo'yilgan, oshxona, stul qo'yilgan, chiroyli kuxonniy mebellar, gaz plita, isitish tizimidan bu xonadonimizda muammo yo'q. Atapleniy, topli pol hamma yog'i bo'lgan. Ro'parada bo'lsa umumiy sanuzelli joylashgan, sanuzelini ham chiroyli holatda bitkazib qo'yishgan. Narxiga kelsak 65 ming ozgina kam bor deb so'rashyaptilar. Egalar nomerlarini qoldiramiz, o'zlariga aloqaga chiqarasizlar. Barcha jihoz betovoy hamma yo'q bilan birgalikda sotilyapti. Xonadonimiz kvadrati 105 kvadratli, shaharda eng zo'r lokatsiyalardan birida joylashgan o'sha mashhur Charxiy savdo markazini shunday yonginasida, barakani tepasida, ikkinchi etajda.